Doktor, burnim oqayapti. Bu oddiy shamollashmi yoki allergiyami? Bugun aynan shu savolga javob topamiz. Allergik rinit allergiyaga sabab bo'ladigan moddalar ta'sirida yuzaga keladi. Bu moddalar nima? Hayvon junlari, changlar, gul changi, atrofimizda o'rab turgan boshqa allergenlar. Shamollashni esa viruslar yoki bakteriyalar keltirib chiqaradi. Bu odatda sovuq o'tganda yoki immunitet tushganda yuzaga keladi. Har ikkala holatda ham burundan ajralma keladi. Allergik rinitda tiniq va shaffof va juda ko'p. Shamollashda esa dastlab tiniq, keyinchalik quyuqlashish va yashil sariq rangga kirishi mumkin. Aksirish har ikkala holatda ham aksirish yuzaga keladi. Allergik rinitda ketma-ket ko'p aksirishlar 5 tadan 10 tagacha. Shamollashda esa kam aksirishlar 1-2 ta, ba'zida kuzatilmasligi ham mumkin. Allergik rinitda ko'z qichiydi, burun qichiydi, ba'zida tomoqlar ham qichishi mumkin. Shamollashda esa deyarli qichishlar bo'lmaydi. Eng asosiy belgilardan biri allergik rinitda tana haroratining oshishi kuzatilmaydi. Shamollashda esa 1 kun 2 kundan keyin tana haroratining oshishi kuzatiladi. Ushbu holatlarni qanday davolash sizga qiziq bo'lsa, bizning sahifamizga obuna bo'ling va bizga murojaat qiling.